Real Madrid muxlislari uchun bu xush xabar. Chempionlar Ligasi Madridga qasos olish imkoniyatini berdi. Qur'a yana aynan Benfica'ni ko'rsatdi. Aynan o'sha jamoa, aynan o'sha alam qolgan kechadan keyin. Bu tasodif emas. Bu Chempionlar Ligasi Madridga yana bir sahna bergandek. Futboldagi shunaqa katta o'yinlar, ichki jarayonlar va sahna ortidagi haqiqatlarni bilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. UEFA Playoff qur'asi Nyon shahrida bo'lib o'tdi va eng ko'p e'tibor tortgan juftlik yana Benfica Madrid bo'ldi. Chunki bu juftlik ortida oddiy natija emas, og'ir zarba va tugallanmagan hisob bor. Oldingi bahsda hisob 4-2 bo'ldi. Real Madrid 2 marta hisobda oldinga chiqdi. Kylian Mbappe 2 gol urdi va o'sha kechada ham Madrid sifatini ko'rsatdi. Lekin Chempionlar Ligasi faqat gollar bilan yutilmaydi. Bu o'yinda Madridni sindirgan narsa intizom va oxirgi daqiqalar. O'yin oxiriga kelib vaziyat yanada og'irlashdi. Raul Asensio ikkinchi sariq kartochkasini olib maydonni tark etdi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, Rodrigo ham ikkinchi sariq bilan chetlatildi. Real Madrid 9 kishi bo'lib qoldi. Chempionlar Ligasi darajasida bu deyarli hukm bilan barobar. Ammo eng og'ir zarba hali oldinda edi. 90+8-daqiqada Benfica jarima zarbasiga chiqdi. Darvozabon Anatoliy Trubin oldinga ko'tarildi va bosh bilan gol urdi. Darvozabon urgan gol so'nggi soniyalar. Real Madrid uchun bu shunchaki gol emas, bu Yevropa sahnasida qoldirilgan og'ir iz edi. Aynan shu lahza Madrid ichida katta alam qoldirdi. Chunki bu mag'lubiyat kuchsiz jamoa bo'lgani uchun emas, balki o'yinni yopib qo'ya olmagani uchun bo'ldi. Madrid o'sha kechada sindi, lekin sinib yo'qolmadi. Endi vaziyat butunlay boshqacha. Playoff bu ikki o'yindan iborat urush. Bu yerda tajriba, sovuqqonlik va bosim ostida qaror qabul qilish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Va aynan shu jihatlar Real Madridning Chempionlar Ligasidagi eng katta qurolidir. Benfica xavfli, intizomli va sabrli jamoa. Lekin tarix shuni ko'rsatadiki, Real Madrid bir jamoaga Chempionlar Ligasi play-offida 2 marta bir xil tarzda yutqazmaydi. Ayniqsa alam bilan maydonga tushgan Madrid undan ham xavfli bo'ladi. Endi bosim Madridda emas, bosim Benfica'da. Chunki ular yutgan, endi esa shu natijani yana isbotlashi kerak. Real Madrid esa aynan shunday vaziyatlarda haqiqiy yirtqichga aylanadi. Bernabeu omili ham bor. Bu stadion ko'p marta Chempionlar Ligasi tarixini o'zgartirgan. Aynan shunday kechalarda Madrid futbolchilari oddiy futbolchi emas, Yevropa sahnasining hukmdoriga aylanadi. Bu playoff Real Madrid uchun og'riqli zarbadan keyingi javob bo'lishi mumkin. Alamdan tug'ilgan qasos, tanqiddan tug'ilgan kuch. Chempionlar Ligasi esa har doim shunday jamoalarni sevgan. Endi savol ochiq. Bu juftlik Real Madridning yana bir afsonaviy Yevropa yurishining boshlanishimi yoki Benfica yana bir bor butun Yevropani jim qoldira oladimi?